Tibbiy atamani birinchi marta ko'rib, darhol obrazga aylantira olasizmi? Bugun 3 ta universal usulni ko'rsataman. Istalgan so'z, atama obrazga aylanadi. Mnemonikada eng muhim qadam kodlash, ya'ni so'zni ko'z oldingizda turadigan aniq bir obrazga aylantirish. Buning uchun 3 ta asosiy usul bor. Har biri turli xil so'zlar uchun ishlatiladi. Birinchi usul: eng oddiy, so'zni o'qiysiz va miyangiz darhol obraz chizadi. Lekin muhim qoida: umumiy obraz emas, aniq obraz. Masalan, buyrak. Ko'z oldingizda buyrak paydo bo'ladi. Lekin qaysi buyrak? Anatomiya atlasidagi o'sha aniq buyrak rasmi. Qizg'ish, jigar rang, ro'hiya shakli, 2 dona, o'ng va chap. 6 soniya qarang. Ana shu to'g'ri kodlash. Umumiy buyrak emas, o'zingiz atlasda ko'rgan aniq buyrak. Bu usul tanish so'zlar uchun, ko'z oldida darhol obraz paydo bo'ladigan atamalar uchun. Ikkinchi usul: noma'lum so'zni tanish so'zga o'xshatish, ya'ni tovush o'xshashlik. Masalan, faringit. Bu so'zni eshitganda miya hech narsa chizmaydi, lekin fara, mashina farasi bu obraz. Faringit, fara. Ko'z oldingizda mashina farasi yonib turibdi. 6 soniya. Esga olishda mashina farasi, fara, faringit. Dekodlash teskari yo'nalishda. Bu usul miya obraz chizmagan, lekin tanish tovushi bor so'zlar uchun. Uchinchi usul: murakkab so'zni bo'g'inlarga bo'lib, har bir bo'g'indan obraz yasash. Masalan, ferrum lek bu temir preparati. 2 qismga bo'lamiz. Ferrum temir, lek tirnoq laki. Ko'z oldingizda temir ustiga tirnoq laki to'kilmoqda. 6 soniya. Esga olishda: temir, ferrum, tirnoq laki, lek, ferrum, lek, temir preparati. Bu usul uzun va murakkab atamalar uchun. Bo'g'inlarga bo'lib, har birini alohida obrazga aylantirish. 3 usulni eslang. Birinchi: tanish so'z, aniq konkret obraz. Ikkinchi: noma'lum so'z, o'xshash tovushli tanish so'z. Uchinchi: murakkab atama, bo'g'inlarga bo'lib assotsiatsiya. Keyingi videoda so'zlarni obrazga aylantirish bo'yicha qolgan usullar haqida batafsil ma'lumot beraman. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling, Mnemotik xotira tizimi.